Es el mensaje que tiene hoy. Ular biz tarix yaratdik, bizning yo'qotadigan narsamiz yo'q deya hozircha bizni faqatgina chalg'itishmoqchi xolos. Agar O'zbekistonni jiddiy qabul qilmasak, bu biz uchun yaxshigina salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi turgan gap. Biz bunga aldanmasligimiz kerak. Ularga razn solar ekanman, men evolyutsion bosqichni o'tagan uyushqoq jamoaviy termani ko'ryapman. Ular hujumda o'ta progressiv harakat qilishmoqda. Bu italiyalik mutaxassislarning sa'y-harakatlari albatta. Qaytaraman, bu jamoaviy terma jamoa va ular kollektiv taraflama ancha kuchli hisoblanishadi. Ular intensiv harakat qilishadi, lekin kalit bunda emas. Gap ularning avtobus qo'yib, shunchaki qulay fursatni poylab turishlarida emas. Aytaylik, ularda Husanov bor. Ha, o'sha mashhur Husanov. U so'zsiz himoya qo'rg'oni. U to'pni osongina olib qo'ya oladi va aniq paslari bilan yarim himoya va hattoki hujumchini ham oldinga ildamlay oladi. Ha, men uni o'yinlarini APLda kuzatmoqdaman. U ajoyib mavsumni o'tkazdi.